Voy. Vashcha yashayveradigan joylar ekan-a. Ha, chiroyli ekan. Mana shu yerdan 2 xonali seksi olaman-da, shu yerda uylanaman. Olib uylamayman. Yo, amaki, bale zalimentini to'lashga pulingiz yo'q-ku. Bir yildan bas dadan to'laylar. Qaysi pulingizga olmoqsiz uyni? Men so'rab surishtirdim. 60 oyga uyni bo'lib berishyapti. Bosh to'lavami yo'q ekan. Keldi, yur kirib ko'ramiz. Yuring. Wow, uyda remontlarga to'g'risizlar. Oylik to'lab boshlasam, ertadan yashayveramanmi? Ya bu tayyor uylarda bosh to'lovi bor. 60 oyga bo'linib to'laydigan uylar endi qurilyapti, endi bitadi. Bog'cha maktablar ham vashcha chiroyli tushgan ekan-a, odamni o'g'li esga ketyapti. Bizdan uy sotib olgan odamlarning farzandlariga skidka qilib beramiz bog'cha maktablar. Sizlardan uy sotib olgan odamlarga sovg'a bormi? Ha, sovg'ani zo'ri bor. Toshkentda loyihamizdan yana bitta uy yutib olish mumkin. 14-noyabr kuni kechki soat 8 da batafsil ma'lumotni olsangiz bo'laveradi. Qayerdan? Instagram profilimizda link bor. O'sha ustiga bossiz, Telegram kanaliga o'tasiz. O'sha yerda onlayn taqdimot bo'ladi. آهای کنیم چیکار کنیم ناز بدن